Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda 73-dars, mavzuyimiz bo'lish. Ushbu mavzuga doir uy vazifalarini qanday qilib oson bajarishni o'rgatamiz hamda har bir misollarni maydalab tushuntirib beramiz. 11-mashqdan darsimizni boshlaymiz. 11-mashqning sharti quyidagicha ekan. Sonlarni yozing deyilgan va A sharti o'sish tartibida yozing sonlarni deyilgan. Xo'p, bu joyda bizga bo'lish amali berilgan. Mana shu bo'lish amalini bajaramiz va natijasida chiqqan sonlarni o'sish tartibida joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi 900 bo'lingan 300. 900 ni 300 ga bo'lishimiz kerak ekan. Hop, darslarimizni ko'rgan bo'lsangiz bilasiz, ko'rmaganlar uchun eslatib o'taman. Bo'lishda teng miqdorda nollarni chizib tashlasangiz bo'lardi. Ya'ni bizda 9 bo'luv 3 degan qoldi. Demak, bu 3 degan son chiqdi. Bo'yab qo'yaman, ya'ni ozgindan keyin qidirib o'tirmasligim uchun. Keyingisi 900 bo'lingan 3. Demak, bu joyda 9 ni 3 ga bo'lasiz, 3 chiqadi. 900 ni orqasidagi mana bu ikkita nolni 3 ni orqasiga yozib qo'yamiz. Demak, buni ham odatga ko'ra bo'yab qo'yamiz. Keyingisi 900 bo'lingan 30. Xo'p, mana bu belgiga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, bu belgi ham bo'lish amalini bildiradi. Faqat bu kompyuterda yozayotgan paytingizda mana shunday qilib yozish mumkin bo'ladi. Demak, teng miqdordagi nollarni chizib tashlsam 90 bo'luv 3 bo'lib qoladi. Bu 30 ga teng. Hop, keyingisi 906 bo'lingan 3. Hop, bu joyda endi 9 ni 3 ga bo'lsam 3 tadan, 0 ni 3 ga bo'lsam 0 tadan, 6 ni 3 ga bo'lsam 2 tadan. Demak, 302. Keyingisi 960 bo'lingan 60. Ya'ni mana bu ko'rinishda yozilishi, bu kasr ko'rinishda yozilish bo'ladi. Hop, mana bu o'rtadagi belgi chiziq, mana bu chiziq. Bu kasr chizig'i deb ataladi va kasr chizig'i bu bo'lish amalini bildiradi. Demak, buni ham 960 bo'lingan 60 ko'rinishda yozamiz va odatga ko'ra teng miqdordagi nollarni chizib tashlayveraman. 96 ni 6 ga bo'lsam 16 chiqadi. Va endi bizda asosiy ish qoldi. Asosiy ish mana bu berilgan sonlarni o'sish tartibida joylashtirish. Hop, o'sish tartibini eslatib o'taman. O'sish tartibi nima degani? Hop, misol uchun 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni o'sish tartibida yozing deydigan bo'lsam, siz bunday qilib yozasiz. 3, 4, 5 va hokazo. Ya'ni kichigidan boshlab kattasiga qarab yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Biz ham xuddi shunday qilamiz. Demak, eng kichik son bizda 3. 3. Undan keyingisi 16. Hop, undan keyingi son 30. Hop, 30 dan keyingisi qaysi ekan bizda? Demak, 300 hamda 302. Demak, biz A shartini bajarib oldik. Endi B shartiga o'tamiz. B shartimizda shart o'zgardi. Kamayish tartibida yozing deyilgan. Va birinchi misol 11616 ni 11 ga bo'lishim kerak ekan. Keling, buni burchak usulidan foydalanib bo'lib olaman. Hop, birinchi holatda 11 rajat olaman, bitta bor. 1 karra 11, 11. Ayrsam 0. Tepadan 6 ni tushaman. Yetmaydi. Yoniga 1 ni qo'shib oldim. Va 1 ni qo'shib olganim uchun mana bu joyga bitta 0 yozib qo'yaman. 61 ichida 5 ta bor. 5 karra 11, 55. Ayrsam 6. Tepadagi 6 ni tushaman. 66. Uni ichida nechta bor? 6 ta bor. 6 karra 11, 66. Ayirsak 0. Demak, yozib qo'yaman mana bu joyga. 11616 bo'lingan 11 teng 1056. Va mana buni endi o'chirib tashlashimiz mumkin, ya'ni kerak emas bizga hozircha bu. Keyingi sonimiz. Hop, mana bu 1056 ni bo'yab qo'yaman. Hop, keyingi misolimizda 72711 ni 9 ga bo'lish berilgan. Hop, boya aytib o'tdim, mana bu amal ham bo'lish amalini bildiradi deb. Buni ham endi ustuncha usulda, ya'ni burchak usulida bo'lib olaman. 9 ga bo'laman. 72 nechta bor? 8 ta bor. 8 karra 9, 72. Ayirsangiz 0. Tepadan 7 ni tushdim bo'lish uchun. Yetmaydi. 1 ni qo'shib olaman yoniga. 1 ni qo'shganim uchun mana bu joyga ham bitta 0 qo'shib qo'yaman. Demak, 71. 71 ichida nechta bor? Hop, 8 tasi ko'payib ketadi, 7 ta beraman. 7 karra 9, 63. Hop, ayiradigan bo'lsam 8. Tepadan 1 ochdim, 81. 81 ichida 9 ta bor. 9 karra 9, 81. Ayirsak 0. Demak, mana bu joyga 8079 deb yozaman. Va buni ham bo'yab qo'yaman, saldan keyin qidirib yurmasligimiz uchun. Mana buni esa o'chirib tashlayman. Chunki bizga hozircha kerak emas bu. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz nima degan? Hop, 55240 bo'lingan 5. Hop, buni ham endi burchak usulidan foydalanib bo'lib olamiz. Bo'lingan 5. Hop, 5 ichida bitta bor, ayiramiz
5 0 tepadan 5 ni tushdim. Yana bitta bor 1 karra 5 5 ayirsak 0 2 ni tushdim endi. 2 ni 5 ga bo'la olmayman. Yoniga 4 ni qo'shib oldim. 4 ni tushib olganim uchun bitta 0 mana bu joyga yozib qo'yaman. 24 ichida 4 ta bor. 4 karra 5 20 ayirsak 4. Endi 0 ni tushsam 40 40 ichida 8 ta bor. 8 karra 5 40 ayirsak 0. Hop, demak bu misolni yozib qo'yaman mana bu joyga. 55240 bo'lingan 5 barobar 11048. Hop, endi mana bu misol ishlaganimizni o'chirib tashlaymiz, chunki navbatdagi misolga bizga joy kerak. Hop, keyingi misolimizda nima deyilyapti? 97500 ni 97500 bo'lingan 6. 9 ichida bitta bor. 1 karra 6 6 ayirsam 3. Tepada 7 ni tushdim. 37-da 6 ta bor. 6 karra 6 36 ayirsam 1. 5 yap tushaman. 5 ichida 2 ta bor. 2 karra 6 12 ayirsam 3. Tepadan bitta 0 tushdim. 30 ichida 5 ta bor. 5 karra 6 30 ayirsak 0. Bitta 0 qolib ketdi. Mana bu joyga yozaman. Va mana bu joyga misolni o'zini ham yozaman. Misolni o'zi 97500 bo'lingan 6 barobar 16250 va ikkalasini bo'yab qo'yaman. Mana bu joyda bitta borda, mana bu joyda bitta bor. Va mana bu qismni o'chirib tashlaymiz, chunki endi kerak emas bizga. Va bizda bitta misol qoldi. Shu misolni bajargandan so'ng kamayish tartibida joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Hop, yozaman. 12932 bo'lingan 4. Hop, e'tibor bering. 12 ni ajratib oldim. 3 ta bor. 3 karra 4 12 ayirsam 0. Hop, endi tepadan 9 dab tushaman. 2 ta bor buning ichida. 2 karra 4 8 ayirsak 1. Tepadan 3 dab tushdim. 13. Buning ichida 3 ta bor. Hop, 13 ichida 3 ta bor. 3 karra 4 12 ayirsak 1. Tepadan 2 dab tushdim. Buning ichida ham 3 ta bor. 3 karra 4 12 ayirsak 0. Demak, misolni ko'rinishini yozaman. Hop, 12932 bo'lingan 3. Hop, uzr adashdim, 4. Barobar 3233. Va mana bu qismini o'chirib tashlaymiz, chunki bizga kerak emas hozircha. Endigi bizda yagona ish qoldi, ya'ni bu sonlarni kamayish tartibida joylashtirib chiqishim kerak. Kamayish tartibida joylashtirish eng avvalo eng katta sonni tanlab olaman. Eng katta son bizda qaysi? Hop, 16250. 16250. Hop, bu ketdi. Undan keyingisi qaysi? 11048. Hop, 11048 dan keyin katta 8079. Hop, bu ham ketdi. Undan keyingisi qaysi? 3233. Bu ham ketdi va undan keyingisi 1056. Mana biz misollarning natijasida chiqqan javoblarni kamayish tartibida joylashtirib chiqdik va ushbu mashqni bajarib bo'ldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlarga 4-sinf matematika darslarining murakkabligini hamda maktabda dars vaqtida vaqt yetkazish qiyinligini hisobga olgan holda 4-sinf matematika onlayn kursini taqdim qilamiz. Onlayn kursimiz barcha 2-qismdan boshlab 2, 3, 4 qismlar darsliklarni qanday qilib bajarishlarini tushuntirilgan holatda tayyorlangan video darslardan iborat. Onlayn kursimiz Telegram yopiq kanalda bo'ladi. Uni siz istalgan paytda, istalgan joyingizda ko'rib olishingiz va mavzularni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning kursimizga a'zo bo'lganingizdan keyin siz YouTube'larda darslarni qidirib o'tirmaysiz. Har bir dars tartib bilan avtomatik ravishda kanalimizga joylab qo'yilgan. Ya'ni bunda siz darslarni o'zlashtirishingiz, o'zingiz tushunmay qolgan misollarni bemalol ko'rib olishingiz hamda qo'shimcha metodik materiallarga ega bo'lishingiz mumkin. Onlayn kursimizga ulanish narxi 1 martalik to'lov 25 ming so'm. O'quvchilarni hisobga olgan holatda biz juda ham arzon holatda taqdim qilganmiz. Kurslarga ulanish uchun Telegram orqali Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. 12-mashq. Masalani jadval yordamida yeching degan. Madina va Akmal do'kondan sharikli va gelli ruchka sotib oldi. Kim ko'p va qancha ko'p pul to'lagan deyilgan. Hop, demak e'tibor bering, Akmalni hisoblayman. 6 dona sharikli ruchka sotib oldi. 1800 so'mdan. Demak 1800 ni 6 ga ko'paytirishim kerak. 6 karra 0 0 0 6 karra 8 48 8 to'g'ri yodda 6 karra 1 6 to'g'ri yoddagina 10. Demak 10800 so'm.
Demak, 6 dona sharikli ruchka uchun 10.800 so'm pul sarflagan Akmal. Va endi e'tibor bering. Gelli ruchka sotib olibdi. 4.500 so'mdan 5 ta sotib olgan. 5 kare 0 0 0, 5 kare 5 25 ni 5 2 yoqda, 5 kare 4 22 yoqdagina 22. Demak, 22.500 so'm. Hop, endi Akmalni ruchkalarini hisoblab oldik. Madinaga o'taman. 2500 so'mdan 2500 so'mdan 4 ta ruchka sotib olgan sharikli. 0 0 4 kare 5 20 0 2 yoqda, 4 kare 2 8 2 yoqdagina 10. Demak, 10.000 so'm sarflagan. Mana bunga ham so'm deb yozib qo'yaman va endi buni o'chiramiz. E'tibor qilib turamiz. Endi 6 dona gelli ruchka sotib olgan 4200 so'mdan. 4200 ko'paytirib 6. 0 0 6 kare 2 12 ning ikkisi bir yoqda, 6 kare 4 24, bir yoqdagina 25. Demak, u 25200 so'm sarflagan. Xo'p, qadrli do'stlar, demak biz har ikkala o'quvchini hop ruchkaga sarflagan pulni yozib oldik. Endi jami qanchadan pul sarflaganini aniqlab olishimiz kerak. Chunki mashqimiz shartida kim ko'p va qancha ko'p pul sarflagan degan shart bor. Hop, birinchi holatda Akmal uchun hisoblayman. Ya'ni mana bu joyga yozib olaman. Akmal uchun. Hop, 10.800 ga 22.500 ni qo'shib olaman. Hop, 33.300 so'm sarflabdi Akmal. Yozib olamiz mana bu joyga. 33.300 so'm. Hop, endi Madina qancha sarflagan? Hop, 10.000 va 25.200. Hop, qo'shib olsam 35.200 so'm. Hop, kim ko'p sarflagan? Albatta, Madina ko'p pul sarflagan. Hop, qancha ko'p sarflagan degan savolga javob berish uchun Madina ishlatgan puldan Akmal ishlatgan pulni ayirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 35.200 dan ayiraman 33.300 ni. 0 0. Hop, mana bu joyda 2 dan 3 ayira olmayman, 5 dan 1 qazob turaman. 12. 12 dan 3 ketsa 9. 4 dan 3 ketsa 1. 1900 so'm ko'p. 1900 so'm ko'p pul sarflagan. Deymiz. Demak, biz ushbu topshiriqni muvaffaqiyatli bajarib oldik va 73-darsga taalluqli bo'lgan uy vazifalarini qanday bajarishni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.